Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Limonchilik agro xizmat YouTube kanalimiz aziz obunachilar. Bugungi sanamiz 24-dekabr 2025-yil. Hafta kuniga chorshanba. Biz Rishtondamiz. Hop, dehqon akalar, mana shu daraxtlarimiz 10 yoshdan oshiq yoshdagi daraxtlarimiz mana shu holatga kelib qolgan. Qarov yaxshi bo'lmagan. Shuni hisobiga daraxtlar ancha qiynalib qolgan, mevalari kamayib ketgan. Mana shu limon daraxtlarni xudo xolasa chiroyli qilib shaklini berib qo'yamiz. Dehqon akalar, kanalimizda mehmonlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarni bosib qo'ysalar, mana shu chiqaradigan videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Xo'p, kimga mana shunaqangi xizmatimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Ish vaqtimizda aloqaga chiqsalaring, savollarga bemalol javob beramiz. Mana dehqon akalar, qaralmagan pay qismini hozir yaqinroq kadrda ko'rsatib beraman. Mana juda bir ayanchli holatga kelib qolgan. Endi sekin mana shularni chiroyli qilib taglarini ochib, shoxlarini yaxshi holatga olib kelish kerak. Barglar maydalashib ketgan, limonni sovuq ham urgan. Mana shu tepada mana 2 qavat salafani, lekin 1 qavatga o'tadi bu, chunki bir-biriga yopishib turibdi. Boshqa termiz, boshqa narsasi yo'q. Mana shu holatda mana limonlarning ichki holatini ko'ringlar, ichlarini mana bitib ketgan. Shularni endi chiroyli qilib ochish kerak, qarash kerak. Ba'zilari anaqangi bu qurban qo'ygan. Xo'p, ko'pchilik so'rayapti o'g'itlash bo'yicha dehqon akalar, kuz-qish faslida fosforli o'g'itlar bilan oziqlantiramiz ko'chatlarimizni. Sababi kuz-qish oylari limon daraxtlarimizda tinim davri, ya'ni o'suv yo'q, boshqa yo'q. Shuning uchun fosforli o'g'itlar bularga kirib ketadi. Amafos, superfosfat, kaliy daraxt yoshiga qarab turib, ikki yonidan, arig'idan, ekigin stvol qismidan oziqlantiramiz. Agar namlik me'yorda bo'ladigan bo'lsa, suv qo'yishimiz shart emas. Yengil tuproqqa solingan o'g'itlarni aralashtirib qo'ysak, sekin mana shu nam tuproqdan erib oziqa sifatiga o'tib turadi va bahordan boshlab suv qo'yishni boshlaymiz. Ko'p joyda bizga savol kelyapti. Mana Telegram kanalimizga ham kecha savol kelgan ekan, Yorqin akam chiroyli qilib tushuntirib qo'yishibdi. Chilla suvi degan narsani dehqon akalar o'tgan safar ham aytib o'tib ketgan edim. Ba'zi bir shu qo'sh tirnoqchidagi ular agronom ham deb bo'lmaydi, blogerlar deylik. Blogerlarni gaplariga kirib mana shu chilla suvi deb o'zi namlik me'yordan ortiq, kuz holatida me'yordan ortiq holatdagi joylarda, ya'ni mana hozir qish namlik me'yorda, mana shu namlik me'yordagi namlikka yana oshiqcha suv qo'yilyapti. O'sha blogerlarning gapiga kirgan holatda. Keyin bu namlik chiqib ketmaydi hozirgi kunda dehqon akalar. Sabab tepada salaf ham bor. Portichkalar, eshiklar yopiq. Namlik chiqib ketmaydi-da. Bu keyin daraxtlarda har xil zamburug'li kasalliklar, keyin tagida popuk tomirlarda chirishlar, ya'ni gamboz kasalliklarga keltirib chiqaruvchi vaziyatni biz yaratib beramiz.
Shuning uchun dehqon akalar namlik me'yoriga qarab qo'yiladi. Namlik qishin yozin 60-70% nam holatda yerimiz turishi kerak. Agar toshli zonalar, ya'ni dash zonalar yoki bo'lmasam namlikni tortadigan joylar bo'ladigan bo'lsa, qish kunlarida ham, qish oylarida ham yengil sug'orsak bo'ladi. Sabab mana shu namlikni ushlash maqsadida dehqon akalar. Shuning uchun har xil fikrlarga chalg'ib qolmanglar. Mana shu namlikni me'yorini bilib olsalaring bo'ldi. 60-70% qishda ham, yozda ham, bahorda, kuzda hamma faslda bir xilda namlikni ushlab berish kerak. Agar namligimiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, bunga suv qo'yishimiz shart emas. Ko'pchilik joyga boramiz, o'zi namligi yuqori, yana shu ayrim bir blogerlarning gapiga kirib suv qo'yyapti-da, keyin limonlarda gammoz kasalliklari kelib chiqqandan keyin chaqiradi, boramiz. Namlik o'ta yuqori, tomirlar anchagina foiz kasallanib bo'lgan. Davolash ishlari ham qiyin bo'ladi. Xo'p, dehqon akalar, hozir endi to'xtatamiz videoni va ishimizni qilib bo'lgandan keyin sizlarga bir qator yana ko'rsatib ketaman. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, mana tugatdik. Juda bir patay bo'lib ketgan ekan. Xudo xolasa mana chiroyli holatga olib kelib berdik. Taglaridan narigi tomonimiz ko'rinadigan darajada bo'lib qoldi. Shuning uchun dehqon akalar e'tiborli bo'lish kerak. Buni qilgandan keyin o'zi bo'laveradi degan narsa noto'g'ri narsa. Buni shu xarajat qilib qildingizmi, oxirigacha qarash kerak akalar. O'tgan yil abreska bo'lganmi, bo'lmaganmi bilmayman, lekin chiqqan shoxlar mana bu tomonni tozalab olib chiqib turishibdi. Mana shu tomonni o'zida mana ancha siyraklashib ochdik. Sabab barglar mayda bo'lib ketgan. Yorug'lik tushmagani hisobiga barglarimiz mayda bo'lib ketgan. Keyin barglarimizda shu oq pashshani axlatlari, ya'ni qora mog'orga aylanib qolgan. Shuning uchun mana ochib chiroyli holatda tugatdik. 25 ta endi bilmayman, bitta mana shu limonlarni mana shu holatda ochib berdik mana. Xo'p. Endi o'zlariga aytib tushuntirib ketamiz. Mana bu yerdan kesgan joylarimiz mana. Bu yerdan chiqargandan keyin 20 santida chimdib o'sha yashil shakllantirishni berib turamiz. Sababi uni yangilash kerak, bo'lmasa daraxt sekin astalik bilan qarib qoladi. Hozir ichlarini ochmasak bo'lmaydigan holatda bo'lib ketgan ekan. Shuning uchun ichlarini ozgina ochdik. Endi kelgan paytimizda shu chiqqan shoxlardan sekin tarbiyalab olib chiqib ketiladi. Hozir mana shu yashil shakllantirishni o'zlariga tushuntirib berib ketaman. Keyin ortiqcha pastki tomonidan bu yerlardan chiqadiganlarni hozir mana arra tekkizib aralaganmiz. Bu yerdan chiqadi bahorda. Shu chiqqan paytda kichkinalik paytida qo'lingiz bilan teginish bersangiz o'zi sinib ketadi. Bu yerlardan chiqadigani bizga kerak emas. Tepada shox ko'p o'zi. Lekin yondan chiqadigan shoxlardan, mana bu shoxlardan chiqadigan, mana bu yerda mana kesganmiz, mana bu yerlardan ham kesganmiz. Mana shu yerdan chiqadiganlarni biz yashil shakllantirib to'ldirib ketaveramiz. Etap-etap yoshartirib ketamiz, birdaniga qilib bo'lmaydi. Limon mevasi kamayib ketadi, shuning uchun shunaqangi kesish jarayonlarini, ishlarini olib bordik. Dehqon akalar bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli yangidan yangi ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.